عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير. جلس Bir هؤلاء kun to'rtalari birga o'tirishgan edi فقالوا va har birlari o'zining orzusi va nimaga erishmoqchiliklari haqida gapirib berishni kelishdi. Abdulloh ibn Zubayr: men Iroq bilan Hijozni boshqarishni xohlayman dedi. العراق والحجاز. وقال Musab ibn Zubayr: men Fatima bint Husayn va Oysha bint Talhaga uylanishni xohlayman dedi. Urva ibn Zubayr: men ilm olishni va odamlar mendan ilm olishni xohlayman dedi. Abdulloh ibn Umar esa sukut saqladi. Undan: senchi ey Abdulloh, nimani orzu qilasan deyishdi. U: men Alloh meni kechirishini orzu qilaman dedi. Alloh meni kechirishini orzu qilaman. Bu qissani rivoyat qilgan Abdumalik ibn Umayr shunday deydi: Abdulloh ibn Zubayr Iroqni, Hijozni va Shomdan tashqari musulmonlarning barcha yerlarini boshqardi. Musab ibn Zubayr esa Fatima bint Husayn va Oysha bint Talhaga uylandi. Urva ibn Zubayr esa ilm o'rgandi va odamlar undan ilm o'rganishdi. Abdulloh ibn Umarga kelsak, men umid qilamanki, Alloh uni kechirdi. Qilayotgan orzularingizda ham ajralib turing. Bu dunyoni xohlaydiganlar bor va abadiy dunyoni xohlaydiganlar bor. Ajralib turing. Alloh nazdida ajralib o'zgacha bo'lishga harakat qilish kerak.